Deputat jinoyat qilsa uni hech kim ushlamaydimi? Bu savol ko'pchilikni qiziqtiradi. Keling, deputat immuniteti degani nimani anglatishini tushuntiramiz. Deputat immuniteti bu deputat o'z vazifasini bajarayotganda uni qonunsiz ta'qib qilish, hibsga olish yoki sudga tortishdan himoya qiluvchi huquqiy kafolatdir. Ya'ni deputat fikr bildirgani, ovoz bergani yoki qonun loyihasini ilgari surgani uchun jazolanmaydi. Lekin bu deputat qonunni buzsa, unga hech narsa qilinmaydi degani emas. Agar deputat jinoyat sodir etsa, uni javobgarlikka tortish mumkin. Lekin avval parlament roziligi olinadi. Bu esa deputatni asossiz ayblashdan himoya qiladi. Deputat immuniteti huquqiy ishlarga to'sqinlik qilmaslik, lekin mas'uliyatdan ham qochmaslik uchun joriy etilgan muvozanatdir. Deputatga davlat tomonidan bir qator imtiyozlar ham beriladi. Masalan, ichki va xalqaro xizmat safarlarida samolyotda tekin uchish huquqi, mehmonxona aviachiptalar, kunlik xarajatlar davlat hisobidan qoplab beriladi. Telefon, internet, pochta xizmatlari esa bepul. Maxsus guvohnoma orqali ba'zi davlat idoralariga erkin kirish huquqiga ega bo'ladi. Xizmat mashinasi ayrim hollarda yo'l qoidalaridan istisno bo'lishi mumkin. Aytgancha, bu immunitet va imtiyozlar faqatgina xizmat vaqti davomida amal qiladi. Siz yana qanday imtiyozlarni bilasiz? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring.